Salom do'stlar, Polpikdan pul yechishni o'rgating deyishdi. Polpikdan gold urveriga chiqqanlar har kim pul yechib biladi do'stlar. U uchun birinchi o'chiradiga urveni ko'tarib olish kerak va xo'sh, qanaqa qilamiz? Birinchi o'chiradiga o'zingizni adresingiz bu Paye'ga ham, boshqa kriptovalyuta birjalariga ham bor, Binance'ga ham bu adresini solamiz masalan. Oxiri $40 yechganman. Xo'sh. Kiritdik. Ikkinchisi ham maksimal pulni kerak bo'lsa pulni 100% yechib olishingiz mumkin. Uchinchisi agar sizga chiqmasligi ham mumkin. Goldga o'tsangiz 0 bo'ladi. Ya'ni yechib olishingiz ham 0 bo'ladi. Komissiya olmaydi umuman. 100% tushadi sizning shotingizga. Bu yerda kod so'rasa, demak siz ikkinchi lamchi kodni terishingiz kerak bo'ladi va yechdik do'stlar. 100% to'layapti sayt. 100% sayt to'lovga mana do'stlar $153 bo'ldi bugun. Daromadimiz. Omad hammaga ko'pga bersin, ko'p qatoriga bizga ham bersin. Har kun yechsangiz ham bo'ladi, haftasiga yechsangiz ham bo'ladi, oyiga yig'ib yechsangiz ham bo'laveradi.